Avir avtosavdoda avtomat korobka Spark so'ragan ukalarimiz uchun 2013-yil 238 ming kilometr masofani bosayotgan 1 yevro avtomat korobkasi bo'ladi ukalar. Mashina holati zo'r holat turibdi. Kraska holati ukalar kirli, kapot kirli kraskasi bor ekan, qolgan joyi toza ekan ukalar. O'zingiz uchun tekshirib prerka qildirib olasizlar. To'rtta yaxshi yumshoq balonlar qo'yilgan, balonlar ham zo'r holat turibdi. Salon qismini ukalar ko'rsatib chiqsam, salonlarni ham ko'rishingiz mumkin. Salonlari ham zo'r holat turibdi. Mashinaga chexol ko'rili solingan konditsionerlari bor ukalar. Mashina benzin holatda. Orqa tomonlardan ham ko'rishingiz mumkin. Kuzovlari ham yaxshi holatda turibdi. Texnik tomonlama hech qanaqa muammosi yo'q ekan. Motor korobka hadolarida ham ish olgan. O'zingiz uchun buni ham tekshirtirib, prerka qildirib olaverasizlar. Akamiz bilan narxini tortishib bo'ladigan narxi deyaptilar. Sizlar xohlaganda akmet bo'ladi ukalar. $5100 baholadi. $5100 2013-yil 238 ming kilometr masofani bosayotgan 1 yevro avtomat korobkasi bo'ladi. Bemalol telefon qilib baraka qilishingiz mumkin ukalar.